Assalomu alaykum. Bugungi xalqaro vaziyat haqidagi so'nggi yangiliklar e'tiboringiz markazida. Yaqin 10 daqiqa ichida jahon hayotining eng muhim voqealiklari bilan tanishtiramiz. Siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Oh my god. Isroil jiddiy hujumlarga uchramoqda. Eron va Hizbulloh Isroilning shimoli hamda markazidagi shaharlarni 150 dan ortiq raketa bilan o'qqa tutdi. Isroil armiyasi 11-mart kungi raketa hujumlari qaytarilganini ma'lum qildi. Ushbu hujumlar taxminan soat 20:00 lar atrofida boshlangan. Isroilning shimoliy va markaziy hududlarida havo hujumidan ogohlantiruvchi sirenalar yangragan. Hayfa shahrida ham dronlar uchirilgan haqida ogohlantiruvchi sirenalar eshitilgan. Hujum oqibatida kamida 2 kishi jarohatlangan. Operatsiya Isroil hududidagi 50 dan ortiq nishonlarga, jumladan Isroilning Hayfa, Tel Aviv va Bersheba shaharlaridagi harbiy bazalarga qaratilgan deyiladi Hizbulloh bayonotida. Shuningdek, Livan bilan chegaradan 5 kilometr masofadagi aholi punktlari ham o'qqa tutilgan. Hizbulloh bu hududlar aholisi evakuatsiya qilinishi kerakligini ta'kidladi. Hizbullohning Isroilga qilgan raketa hujumi Isroil va Eron o'rtasidagi urush boshlanganidan beri eng yirigi bo'ldi. Ushbu mojaroda Livan guruhi Tehronni qo'llab-quvvatlamoqda. O'z navbatida Isroil ham Hizbulloh hujumiga javoban Bayrutga zarba berdi. Hujumdan ko'p o'tmay Isroil Bayrutdagi obyektlarga, xususan Hizbullohning tayanchi hisoblangan Dahiya tumaniga aviazarbalar berdi. Isroil bu hujumlarda guruhning 10 ta shtab-kvartirasi va raketa uchirish qurilmalari yo'q qilinganini ta'kidladi. Hozirda Livan tomoni qurbonlar va talafotlar bo'yicha to'liq rasmiy ma'lumot bermagan, ammo zarbalar sabab Bayrut atrofida portlashlar va vayronalar kuzatilgani aytilmoqda. Vaziyat keskinlashib, Livan-Isroil chegarasida yana yangi to'qnashuvlar ehtimol haqida xavotirlar kuchaygan. Eronga yaqinda saylangan yangi oliy rahnamo Mushtaba Xomanaiy ham nishonga olindimi? Isroil razvedkasiga ko'ra, Mushtaba Xomanaiy jarohatlangan. Eronning yangi oliy rahnamosi Isroil va AQShning mamlakatga qarshi qo'shma havo hujumlari davomida yengil jarohat olgan deya Yahudiy yuqori martabali mulozimining so'zlariga tayanib Reuters agentligi xabar bermoqda. Ta'kidlanishicha, aynan shu sababli rahnamo jamoatchilikka ko'rinish bermayapti. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Mushtaba Xomanayiyni otasining yanada yumshoqroq va korpusning qat'iy siyosatini qo'llab-quvvatlovchi variant sifatida ko'rib, uni oliy rahbarlikka saylashga erishgan deyiladi xabarda. Eronlik 3 ta yuqori martabali manba, jumladan sobiq islohotchi mulozimning fikricha, Xomanayiyning saylanishi mamlakat tashqi siyosatining yanada agressivlashishiga va ichki repressiyalarning kuchayishiga olib kelishi mumkin. Isroil mudofaa vaziri Israel Katz o'tgan haftada bergan bayonotida Eronning navbatdagi har qanday yetakchisini o'lim kutishi bilan tahdid qilgan edi. Mushtaba Xomanayiyning salomatligi borasidagi mishmishlar ortidan Eron prezidenti Masud Pezeshkianning o'g'li Yusuf Pezeshkian bayonot berdi. Isna agentligi xabariga ko'ra, u yangi rahbarning ahvoli yaxshi ekanini aytgan. Mushtabaning yaralangani haqidagi xabarlarni eshitib, u bilan aloqada bo'lgan odamlardan surishtirdim. Shukrki, ular Mushtabaning sog'-salomat ekani va hech qanday xavotirga o'rin yo'qligini aytishdi, deydi kichik Pezeshkian. Marhum Oyatulloh Ali Xomanayiyning o'g'li Mushtaba Xomanaiy 8-mart kuni Eronning yangi ma'naviy rahnamosi va oliy hokimiyat egasi deb rasman e'lon qilingan edi. Biroq shundan beri u na omma oldida ko'rindi, na uning nomidan biror rasmiy bayonot berildi. Neft narxi $200 bo'lishga tayyor turing. Eron harbiy qo'mondonligi 11-mart kuni dunyo hamjamiyatini neft narxi keskin ko'tarilish haqida ogohlantirdi. Fors ko'rfazida yana 3 ta kema hujumga uchragan fonida rasmiy Tehron yonilg'i narxi $200 ga chiqish mumkinligini ma'lum qildi. Eron 11-mart kuni Isroil va Yaqin Sharqdagi nishonlarga qarata o't ochishda davom etdi. Bu bilan Tehron Pentagon tomonidan AQSh va Isroilning eng shiddatli zarbalari deb ta'riflangan hujumlarga qaramay, hali ham qarshilik ko'rsatish va energiya yetkazib berish zanjirini izdan chiqarish quvvatiga ega ekanini namoyish etdi. Hozirda jahon neftining 5 dan 1 qismi o'tadigan Hormuz bo'g'ozi Eron qirg'oqlari bo'ylab to'sib qo'yilgan. Bu
1970-yillardagi neft shokidan buyon energiya ta'minotidagi eng katta jiddiy uzilish bo'lib turibdi. Ayni paytda CNN nashri bo'g'oz minalashtirayotgani haqida ma'lum qildi. Eron harbiy qo'mondonligi matbuot kotibi Ibrohim Zulfiqoriy AQShga qarata qilgan murojaatida shunday dedi: Neftning bir barreli $200 bo'lishiga tayyor turing. Chunki neft narxi sizlar beqarorlashtirgan mintaqaviy xavfsizlikka bog'liq dedi u. Zulfiqoriy shuningdek Tehrondagi banklardan biri hujumga uchraganiga javoban Eron, AQSh yoki Isroil bilan hamkorlik qiluvchi barcha banklarga zarba berishini ma'lum qildi. U Yaqin Sharq aholisini bank binolaridan kamida 1000 metr uzoqlikda turishga chaqirdi. Dengiz xavfsizligini kuzatish agentliklari ma'lumotiga ko'ra, Fors ko'rfazida yana 3 ta savdo kemasi noma'lum snaryadlar bilan urilgan. Urush boshlanganidan buyon shikastlangan kemalar soni 14 taga yetdi. Mana shu sodir bo'layotgan voqeliklar sabab endilikda dunyo neft zaxirasining tarixdagi eng katta zaxirasi ochiladi. Unda neft umumiy zaxirasining 3 dan 1 qismi 400 million barrel bozorga chiqariladi. Jahon energetika regulyatorining ta'kidlashicha, uning 32 a'zosi favqulodda zaxiradan bunday hajmdagi neftni bo'shatishga bir ovozdan rozi bo'lgan. Agentlik AQSh va Isroilning Eron bilan urushi va dunyodagi barcha neft ta'minotining chorak qismi o'tadigan Hormuz bo'g'ozining amalda yopilishi tufayli neft bozoridagi zarbani yumshatishga harakat qilmoqda. Avvalroq Yaponiya hukumati 18-martdan boshlab xususiy va davlat neft zaxiralaridan 80 million barrelga yaqin neftni bozorga chiqarishni ma'lum qilgandi. Germaniya esa 1951 million barrel xom neftni bozorga chiqarishni ma'lum qildi. Biroq shuni ham inobatga olish kerakki, bu jarayon oylarni talab qiladi va mazkur hajm Hormuz bo'g'ozi orqali o'tadigan atigi 3 haftalik neft oqimiga teng xolos. Hafta boshida neft narxi qisqa muddatga $120 gacha ko'tarilgan edi. Biroq hozirda $90 atrofida barqarorlashgan. Investorlar AQSh prezidenti Donald Trump 2 hafta oldin boshlangan urushni to'xtatish va bo'g'ozni qayta ochish yo'lini topishiga umid qilmoqda. AQSh Eronga qarshi urushda sun'iy intellektdan foydalanmoqda. AQSh markaziy qo'mondonligi rahbari Brett Cooperga ko'ra, sun'iy intellekt harbiylarga katta hajmdagi ma'lumotlarni tez tahlil qilishga yordam bermoqda. AQSh harbiylari Erondagi urushda tinch aholi orasida qurbonlar soni ortib borayotgan bir paytda turli sun'iy intellekt vositalaridan foydalanayotganini tasdiqladi. Ushbu ma'lumotning tasdiqlanishi Erondagi maktabga hujum oqibatida 170 dan ortiq o'quvchi va o'qituvchi halok bo'lgani yuzasidan mustaqil tergov o'tkazish talablari kuchaygan paytga to'g'ri keldi. 28 fevralda boshlangan AQSh-Isroil harbiy operatsiyasi oqibatida Eronda kamida 1300 kishi halok bo'lgan. Brett Cooper yakuniy qarorni odamlar qabul qilishini ta'kidlagan bo'lsa-da, huquqshunoslar sun'iy intellektdan urushda foydalanish masalasida xavotirda. Xususan, Isroil ham G'azoga qarshi urushda sun'iy intellektdan keng foydalangandi. Bu 2023-yil oktyabrdan beri 72 mingdan ortiq falastinlikning o'limiga sabab bo'lgan va hududning katta qismini vayronaga aylantirgan. Eron Qizil yarim oy jamiyati AQSh-Isroil bombardimonlari oqibatida 20 mingga yaqin fuqarolik binosi va 77 ta tibbiyot muassasasi zarar ko'rganini ma'lum qildi. Bu neft bazalari, bir nechta bozorlar, sport inshootlari, maktablar va suvni chuchuklashtirish zavodiga ham ta'sir qilgan. 11-mart kuni Xitoy sun'iy intellektdan harbiy maqsadlarda haddan tashqari foydalanish oqibatidan ogohlantirdi. Global miqyosdagi so'nggi muhim yangiliklarni Daryoda kuzatishga davom eting. Bizdan uzoqlashmang. Yana ko'rishguncha salomat bo'ling.